Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana sizlarga bitta zo'r qulay joy topib qo'ydim. M39 trassani bo'yi Bo'kaga yetmasdan Piskin Mingtepada. Mana uyi bor. Necha xona bu uy? 3 xonali. 3 xonali uyi bor. Kadastr hujjatlari hammasi joyida. Suvga qulay. Mana bu tomondan suv kelar ekan. To'klari ham bor. Tok ham o'rnatilgan ekan. Keyin tomorqasi 20 necha so'ti? 27 so'tik. 27 so'tik ekan. O tepada agar hozir mana yaqinlashtirib ko'rsataman, katta mana trassa o'tgan, o katta. 30-40 metr yursalaring o'sha yo'lga chiqib, xohlagan mashinaga qo'l ko'tarsalaring to'xtaydi. Qo'yliqqacha 15 ming so'm bilan yetib olsalaring bo'ladi. Bu yoqqa keyin metroga ketaverasizlar. Agar uy izlab yurganlar bo'lsa, mana shu uy egasining raqamini qoldiraman izohda, telefon qilib, narxini o'zi bilan bemalol kelishib olsalaring bo'ladi. Hozir endi mana bular endi vaqti bo'lmagani uchun hozir beda ekilgan. Lekin Teplitsa issiqxonami, nimadir, chorvami, istagan narsani qilsa bo'ladi. Suv bor, gaz bor, tok, hamma narsaga qulay. Nurafshon Cityga ham, Toshkent viloyatining markazi, ma'muriy markaziga ham necha kilometr bor bir? 25 kilometr. 25. Qo'yliqqacha-chi? Qo'yliqqacha 40 kilometr. Qo'yliqqacha 40 kilometr ekan. Kelib ko'raverasizlar. Telefon raqami 24/7 ishlab turadi uy egasi. Atrofi mana shunaqa joylar.